Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Kunning eng tezkor hamda muhim yangiliklari bilan dunyo yana o'z ishini boshladi. Hurmatli tomoshabin, video roliklarimiz barchaga yetib borishi uchun ijtimoiy tarmoqlarda bizni kuzatishni hamda do'stlaringizga ulashishni yodingizdan chiqarmang. Joriy yilning 24-mart kuni Farg'ona viloyati Beshariq tumani Qo'rg'oncha mahallasi hududidan o'tgan ariqdan 2 yoshli o'g'il bolaning jasadi topildi. Bu haqda Qalampir.uzga viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Beshariq tuman prokuraturasi tuman ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismidan 24-mart kuni soat 21:00 da Qo'rg'oncha mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Nasibabonu bog' rohat fermer xo'jaligi hududidan oqib o'tgan mahalliy ariq ichidan erkak jinsli yoshi 1-2lar atrofidagi voyaga yetmagan shaxsi noma'lum murda aniqlangani haqida xabar kelib tushgan. Mazkur xabarga asosan shaxsi noma'lum murda aniqlangan hudud tezkor tergov guruhi tomonidan krim texnika vositalari yordamida ko'zdan kechirilib, barcha protsessual harakatlar amalga oshirilgan va hujjatlar rasmiylashtirilgan. Qo'qon tumanlararo bo'linmasining 25-mart kungi dastlabki xulosasiga ko'ra, shaxsi noma'lum murdaning tanasida tan jarohatlari aniqlanmagan va uning o'limiga nafas yo'llarini suv bilan berkilishi natijasidagi mexanik asfiksiya sabab bo'lganligi ko'rsatilgan. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida voyaga yetmagan shaxsni noma'lum murdani shaxsiga aniqlik kiritishning imkoni bo'lmagan. Shuningdek, viloyat ichki ishlar bo'limi tomonidan shaxsi noma'lum murda haqida biror bir ma'lumotga ega bo'lganlar yaqin oradagi ichki ishlar organiga yoki 102 qisqa raqamga qo'ng'iroq qilib xabar berishlari so'ralgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Namangan viloyati Namangan shahrida ona 1 va 3 nafar farzandlari bilan o'zini kanalga tashlaganda, mazkur hududdan o'tib ketayotgan fuqarolar tomonidan 2 nafar voyaga yetmagan bola qutqarib olingan. Ayolning jasadi esa Shimoliy Farg'ona kanalidan topilganligi ma'lum qilingan edi. Shuningdek, Nazarbekdagi xususiy bog'chalardan birida bolalar kaltaklanayotgani aytilmoqda. Ushbu sarlavha ostida ijtimoiy tarmoqlarda Instagram hamda Telegram messenjerlarda video roliklar tarqaldi. Ma'lum qilinishicha, shkaf ortiga bolalarni o'tqizib, kameradan yashiringan holda bolalarni kaltaklashgan. Holat yuzasidan hozircha rasmiy ma'lumot mavjud emas. Bizni kuzatishda davom eting. O'zbekistonda rasman Ramazon hayiti qachon nishonlanishi e'lon qilindi. O'zbekistonda 2025-yil 30-mart kuni Ramazon hayiti bayrami sifatida keng nishonlanadi. Bu O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 26-mart kuni qabul qilingan tegishli qarorida belgilangan. Qarorga ko'ra, joriy yilda Ramazon hayitining birinchi kuni 30-mart yakshanba kuniga to'g'ri kelishi haqidagi O'zbekiston musulmonlari idorasining axboroti ma'lumot uchun qabul qilinib, mamlakatda 2025-yil 30-mart kuni Ramazon hayiti bayrami sifatida keng nishonlanishi belgilangan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 208-moddasiga muvofiq Shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahri hokimlarining din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston mahallalararo uyushma, Ijtimoiy himoya milliy agentligi va boshqa hamkor tashkilotlar bilan birgalikda hududlarda Ramazon hayitini o'zbek xalqining milliy an'ana va urf-odatlariga uyg'un holda o'tkazish bo'yicha tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirishi belgilangan. Video ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni hamda ko'proq fuqarolarga yetib borishi uchun o'z hissangizni qo'shishni yodingizdan chiqarmang. Bizga ajratgan kichik vaqtingiz uchun cheksiz minnatdorchilik bildiramiz. Barchangizga Ramazon hamda Qurbon hayiti muborak bo'lsin.